Mana o'sha offroadga chiqsa sakraydigan, o'ziga yarasha go'zallikka ega bo'lgan va haqiqiy dunyo bo'yicha G63 uchun raqobatini tashkil qila oladigan afsonaviy Defender. O'zi kalta, nomi esa uzun. Land Rover Defender P300 90 kuzovda X-Dynamic SE eslab qoldingiz. 300 ot kuchi, chunki P300 550 Nm 6 ta silindrga. Kalitsiz ochish funksiyasi, zavod tomonidan o'rnatilgan parroklari, 360 kamera, panorama tom va R20 yo'l tanlamas Goodyear ballonlarda. Narxi esa bor yo'g'i bu eksklyuzivniy zo'r apparatimiz uchun 97 ming CIP O'zbekiston. Perlino interyer, Meridian akustika va ko'plab funksiyalariga yana ega bo'ladi. Cruise control, adaptivniy cruise control, o'rindiqlarni eslab qolish funksiyalariga ham ega bo'ladi va avtomobilimiz mutlaqo yangidir. Albatta, fursati yetganda qaysi birini tanlaysiz? G63 mi yoki Defender mi? Eslatib o'tamiz, o'zbek segmentiga deyarli ko'rsatilmaydigan avtomobillarning e'loni, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlari eksklyuzivniy Telegram kanalimizda bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.